Assalomu alaykum. Bugun Dart dasturlash tili bilan yanada chuqurroq tanishamiz. Avvalgi darsimizda oddiy dastur yozishi va print funksiyasidan foydalanishni o'rgangan edik. Endi esa o'zgaruvchilar va ma'lumot turlari bilan tanishamiz. Dasturlashda har qanday ma'lumotni saqlash, hisoblash yoki o'zgartirish uchun o'zgaruvchilar ishlatiladi. Masalan, foydalanuvchi ismini, yoshini yoki hisob-kitob natijasini saqlash uchun o'zgaruvchilar kerak bo'ladi. O'zgaruvchilar va ma'lumot turlari. O'zgaruvchilar dastur ichida turli ma'lumotlarni saqlash uchun ishlatiladigan maxsus joydir. Dart tilida quyidagi asosiy ma'lumot turlari mavjud. Int butun sonli uchun, double o'nlik sonli uchun, string matnli ma'lumotlar uchun, bool esa mantiqiy true false qiymatlar uchun ishlatiladi. O'zgaruvchini ma'lumot turiga qanaqangi aloqasi bo'lishi mumkin deyishingiz mumkin. O'zgaruvchi bu bitta katak kompyuterimizni xotirasida. U yoqqa biz yoshimizni qo'yishimiz mumkin, ismimizni qo'yishimiz mumkin. Va ma'lumot turi esa bu o'zgaruvchilarimizni qanaqa turdaligini ko'rsatib beradi. Masalan uchun, bizning yoshimiz bu raqam ko'rinishida. Butun raqam, ya'ni integer. Bizning ismimiz esa string ko'rinishida, ya'ni text. Bizning vaznimiz bu masalan uchun kimdadir 50 kilo bo'lishi mumkin yoki kimdir 50,5 kilo bo'lishi mumkin. Bu o'nli son bo'lishi mumkin. O'shaning uchun buni o'nli son sifatida saqlab qo'yishimiz kerak, ya'ni double ko'rinishida. O'zgaruvchilar va ma'lumot turlari shunaqa qilib bir-biriga bog'lanadi. Keling, buni kod yozib, yanada chuqurroq ko'rib chiqamiz. O'zgaruvchilar bizda quyidagicha yoziladi. O'zgaruvchini oldidan buni ma'lumot turini qo'yish kerak. Bu integer qo'ydik. Yosh 25 qilamiz. Oxirgi nuqta virgul qo'yish kerak bo'ladi. Keyingi o'zgaruvchimiz double baho 4,5 qo'yamiz bunga. O'nli son double degani. String ism. Ismga Ali. Stringimiz shunaqangi qo'sh tirnoqlar bilan yozilishi kerak bo'ladi. Endi boolean bu true yoki false beradi. Talabami? True. Bizda Ali talaba. Mana o'zgaruvchi turlarini yozib oldik. Bu tushuntirganimizdagi bu yoqda bizda ma'lumot turi turadi. Keyin o'zgaruvchining nomi bo'ladi. Barobardan keyin esa o'zgaruvchiga qiymat berishimiz kerak bo'ladi. Biz bularni qildik. Keling, endi bularni ishlatgan holatda print dan foydalanamiz. Mening ismim Ali. O'zgaruvchini bu yoqda yozish uchun shunaqa dollar belgisini qo'yish kerak va o'zgaruvchini nomini yozish kerak bo'ladi. Endi mening yoshim ismimga yosh emas, ismni beramiz. Mening yoshim da deb yozamiz. Endi run qilsak, mana bizda hozir shunaqangi chiqib kelyapti. Bu biz o'zgaruvchi ishlatdik. Boya oldingi darsda yozganimizdagi ismimizni shundoq yozib qo'yganimiz yo'q, balki o'zgaruvchiga ismimizni saqladik, keyin bu yoqda ishlatdik. Alini o'rniga Anvar qilsak, hozir print joyini o'zgartirmasak ham bizda o'zgaradi. Mana mening ismim Anvar deb chiqdi. Endi o'zgaruvchilarni o'tayotganda buni aytib o'tish kerak bo'ladi. Bizda masalan uchun ism bitta so'zda bo'ladi, uzun so'zlar bo'ladi. Masalan uchun string username foydalanuvchini ismi degani bu.
o'zi foydalanuvchi o'zi o'zgaruvchilarni yozayotganda ingliz tilidan foydalanish kerak bo'ladi. Hozir biz o'zbek tilida yozib turdik, lekin siz unaqa qilmang. Ingliz tilida yozing. Uzun so'zlarni yozayotganda username bu degani o'zbek tilida foydalanuvchini ismi. Bu so'zimiz ikkita va undan ko'p so'zlardan tashkil topgan. Bunaqa holatda username deb hammasini kichkina harfda yozilmaydi. Dartda camel case degan narsa ishlatiladi. Ya'ni birinchi so'zimiz kichkina harfda, ikkinchi va undan keyingilarni birinchi harfi esa katta harfda yoziladi. Bu o'qishga qulay bo'ladi. Shuning uchun shunaqa ishlatish qulay bizga. Dasturda sonli ustida qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish va qoldiq amallarni bajarishimiz mumkin. Mana biz ikkita o'zgaruvchi yaratib oldik. Int a va int b. A 10 ga teng, b esa 3 ga teng bo'ladi. Bu ikkalasi ham butun son, integer. Endi ularning ustida shunaqangi amallarni bajaramiz. Birinchisida qo'shyapmiz. 10 ga 3 qo'shsa 13. Keyingisi ayirish, ko'paytirish, bo'lish va qoldiq. Bo'layotganda bizda dartda bunaqa bo'luv ishlatsa qoldiqlari bilan bo'ladi. 10 ni 3 ga bo'lgandagi qoldiqqa bilish uchun esa shunaqangi foiz belgisidan foydalanish kerak bo'ladi. Bo'lgandagi butun sonni bilish uchun esa bunaqa belgidan foydalanish kerak. Mana keyingi bo'lishda bizda o'shaning uchun 3 chiqdi. Bizda shunaqangi matematik amallar bor. Va yana siz o'zgaruvchini o'zini funksiyalaridan ham foydalansangiz bo'ladi. Masalan, uchun bizda boya o'tgan safar gaplashdik. Bizda har xil ma'lumot turlari bor. Integer, string, boolean. Integerda masalan uchun a nuqta is even degan narsasi bor. Run qilsak, hozir bu true chiqyapti. Is even degani bu juftmi degani 10, bizda juft. Xuddi shuni b is even qilsak, u bizda false bo'ladi. Va yana shunaqa narsa bor. A bizda integer ku, biz uni double ga aylantirmoqchi bo'lsak, ya'ni 10 li songa aylantirmoqchi bo'lsak, a nuqta to double qilsak 10.0 bo'ladi. Lekin biz masalan uchun 10.5 degan 10 li sonni to int qilsak ham bo'ladi. Bunda bizda uni yaxlitlab berishni bajaradi. Masalan uchun mana false deganda b nuqta is even ishladi. A to double desak 10 ko'rsatyapti. 10.5 to int qilsak bizda 10 ga teng bo'lyapti. Agar bu 7 yoki 6 bo'lganda 11 ni ko'rsatgan bo'lar edi. Bizda uzr adashdim. Bu yerda biz yaxlitlar demaymiz, faqatgina butun sonini olgan deymiz. Yaxlitlash bizda boshqacha bo'ladi. Round degan narsani ishlatib yaxlitlaydi. Mana 10.6 ni yaxlitlagandik, bizda 11 ko'rsatdi. Hozir biz integer va double ba'zi funksiya va funksiyalardan foydalandik. Bizda stringda boshqa ma'lumot turlarida o'zini funksiyalari bo'ladi. Ularni kerak bo'lgan joylarida yana tushuntirib o'tamiz. Endi esa mustaqil vazifaga keldik. O'zingiz mustaqil kod yozib ko'ring. 3 ta son olib, ularni o'rtacha qiymatini hisoblab ekranga chiqaruvchi dastur yozing. O'rta son qanaqa hisoblanardi? Masalan uchun sizga 3 ta raqam berildi. 10, 5 va 15. Buni o'rta arifmetikani topish kerak bo'ladi. Buning uchun 3 ta sonni qo'shib, sonlarni soniga bo'lish kerak. Ya'ni sizga 3 ta son berildimi, 3 ga bo'lasiz. 2 ta son berildimi, 2 ga bo'lasiz.
10 ga 5 qo'shsak 15, 15 ga 15 30, 30 ni 3 ga bo'lsak 10. 15 va 15 raqamlarimizning o'rta arifmetiki bizda 10 ga teng ekan. Siz shuni bajaradigan dastur tuzib ko'ring. Keling, endi mustaqil vazifani ko'rib chiqamiz. Biz 3 ta o'zgaruvchi yaratib olamiz. Number 1 5, number 2 10, number 3 esa 15. Endi biz ularni o'rtachasini topishimiz kerak bo'ladi. Double degan o'zgaruvchi yaratib olamiz. Average deb nomlaymiz uni. Bunda biz boya o'rgangan edik. Number 1 qo'shilgan number 2 qo'shilgan number 3 yozib olamiz va uni 3 ga bo'lamiz, chunki 3 ta sonimiz bor bizda. Demak, bu average degan o'zgaruvchini double qildik, int qilmadik. Int qilsak bizda xato bo'ladi, chunki bularni bo'layotganda yaxlit son chiqmasligi mumkin. Biz oldingi bo'lishlarni o'tayotganimizda o'tgan edik. Bu bizda double sonini chiqarib beradi. O'shaning uchun biz o'zgaruvchini turini double deb qo'ydik. Endi buni print qilaylik. O'rtacha average deb yozamiz. Print qilsak mana buni xato yozgan edik. Mana endi to'g'ri bo'ldi. Run qilsak bizda o'rtacha 10 deb chiqyapti. Agar biron bir sonni o'zgartiradigan bo'lsak, masalan uchun men bu 5 ni 15 qilaylik. Bizda o'zgaruvchi soni o'zgardi, 13.3 bo'ldi. Siz ham har xil sonni berib tekshirib ko'ring buni. Ajoyib, bugungi darsda o'zgaruvchilar, ma'lumot turlari va arifmetik amallar bilan ishlashni o'rgandingiz. Bu dasturlashning eng muhim asoslaridan biri. Ertaga siz bilan shart operatorlari if else bilan tanishamiz va dasturga mantiq qo'shishni o'rganamiz. Unutmang, dasturlash bu har kuni kichik qadam tashlash orqali o'z ustingizda ishlash demakdir. Men sizga ishonaman. Siz bu challenge'imizni oxiriga yeta olasiz. Keyingi darsda ko'rishguncha